Qancha puling bor? Bir vagon, 2 vagon. Qancha kerak o'zi, ustoz? Pastkash odam yugurgani bilan buyuk bo'lmaydi. Echki chirangani bilan hech qachon kiyik bo'lmaydi. Bilasanmi, men 4 yil Turkiyada Hukmdor Usmon filmida o'ynadim. Bu yerda menga Turkiyaning eng mashhur aktyori mana soat sovg'a qildi. Tilla soat. Lekin narxini bilmayman. Men sizga bilib beraman, ustoz. Hop, men u yerdan juda katta daromad topganman, shuning uchun pul olib kelmadim-da, o'rniga mana. Mana. Buni hammasini aktyorlik qilib topganmisiz, ustoz? Ha, endi 4 yil o'sha yerda mehnat qildim. O'sha yerdan topganman. Gap yo'q. Shogird olmaysizmi navodo? Shogird agar yaxshi pul qilib bersang, shogirdlikka olaman. O'zi nimaga bu shuncha tillarni bittada sotyapsiz? Men O'zbekistonda bitta tarixiy film olishni niyat qilganman. Bu tarixiy film butun dunyoga chiqishini istayman. Qoyil, ajoyib. Qarang, unda ham bunaqa kelishamiz, ustoz. Agar men bergan narx sizga yoqadigan bo'lsa, kinoyingizda bitta rol menga ajratib berasiz. Bo'ldi. Javob. Bo'ldi. Bitta rol mendan sovg'a senga. Xo'p, bo'ladi. Men unda bitta hisob kitobni boshlayman. Hop. 280 plus 5 gram bo'lyapti. Umumiy miqdori bu tilla slitkalaringizni 285 gram bo'lyapti, ustoz. Buni grammini men sizga bugungi kurs bo'yicha 1.800.000 dan qilib bera olaman. Slitkalaringizni o'zi 513 million rovna bo'lyapti. Hop. Unda soat qanchaga olasan? Ha, soat. Maurice Lacroix. Bu soat hozir o'rtacha talabga ega. Lekin sizga beradigan narxim yoqish kerak. $950 nima deysiz? Yo'q. Sal qo'sha olmaysanmi? Hurmatingiz, 1000 qilib bera olaman. Bu oxiri. Bo'ldi, roziman. Barakasini bersam. Shunda, lekin so'mda beraman. Hamma summani $1000 bugungi kurs bo'yicha 12.150.000 so'm bo'lyapti. 525.150.000, 525.200.000 so'm. Barakasini bersam. Bo'ladi. Men unda sizga pul sanab bera qo'yay. Xo'p, ustoz. Men bitta 100. Bu yerda 200. Bu yerda 300. Mana 400, 500. Bu yerda 20 million, 25 million, mana bu 200 ming. Barakasini bersam, yaxshiligiga xizmat qilsam. Rahmat. Va'da ustoz. Bo'ldi. Narxi chiroyli qildim. Bitta rol menga. Mendan sovg'a senga. Yaxshilikka xizmat qilsam, Rahmat. yaxshi kunlarda ko'rishing.